Adam nimagadir oqsovlanyaptilar, dada, tinchmisiz? Ay, shu bugun olmay tursang nima edi, bolam? Nima bo'ldi, ota? Ana buqacha sudrab ketdi-da. Ha, shuni aytsangiz o'zim qilaman-ku, qarayman-ku, dada, nimaga unday qilaverasiz? Qarang, oyoqlaringiz to'xta. Voy, to'xting, keling, yelkimga chiqarib olay. Yo'q, kerak emas, bo'ldi bolam, 2 marta chiqarding, yetadi. Dada, bu nima deganingiz bu? Otasini yuzini o'polmay qolganlar qancha? Chetda bo'lib turib otasini ta'ziyasiga kelolmaganlar qancha, ota? Sizni mana shu turishingiz menga baxt-ku, omad-ku, dada. Unaqa demang, umrimni oxirigacha yelkangga chiqaraman men sizni. Sizni borligingiz shu turishingiz. Meni davlatim, meni tojim, meni baxtim sizku, ota. Keling, unaqa qilmangda, men sizni yelkangga chiqarib uyga olib ketib, tashlang bu cho'paydi. Men tirik ekanman, faqat menga suyaning, ota. Maylimi? Otajon, keling. Dada, nimaga chiqmayman deysiz, otajonim? Mana sizni yelkamga chiqarib, yelkamdagi dardlarim, og'irliklarim tushdi, otajonim. Dada, siz yaxshi ko'raman. Men ham bolam.